Arzonda sizlarga arzon narxda Kia Bongo avtomobilini zo'rini ko'rsataman. Haqiqatan zo'r ekan mashina. Xo'p, kraskasi et-betida zangi bo'lganligi uchun zangini tozalab chiroyli qilib mashinani zo'r holatda olib yurish uchun sepilgan joylari bor ekan. Balonlarini ham holati juda ham zo'r holatda, hamma yog'i ideal holatda ekan. Koronalarigacha chiroyli qilib qo'yishdi. Mashinani holati zo'r holatda ish qilib, chexollarni ham zo'rini taqib, mana maza qilib haydaydigan mashina qilib qo'yishgan ekan. Konserlari juda ham muzday, 277 ming probegda. Gaz, pazlar umuman qo'yilmagan. Motori ham, moslari ham hamma yog'i ideal ekan. Hamma yog'i zo'r holatda ish qilib, ozgina bir sarapini degan joylarigacha umuman yo'q, holati zo'r. Mana bortlarigacha, hamma yozuvlarigacha, mana shunaqa bortlarigacha, ochib qilishlarigacha hamma yog'i zo'r. Mana ko'ryapsizlar. Salonlari ham ideal holatda, yengidek holatda turibdi. 2010-yil ekan mashina. Baxshim zo'r deb, probeglarigacha hamma yog'i zo'r. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun eng arzon kanalimizda 11900 ga beramiz, uyib qo'yinglar.